quloqqa bunaqa suyuqlik yengil to'planishib qolishiga asosiy sabab burunda yosh bolalarda adenoid bezi bo'ladi, dimog'ida, burunda orqasida bo'ladi. Quloq yo'lini to'sib qo'ygan hisobi shunaqa ozgina burunda vaspalina bo'lsa, quloqqa o'tkazadi. Bu quloqdagi muammoga sabab bo'lib qoladi. Shunaqa to'planib qoladi. Bu bolada judayam katta 3-daraja adenoid bezi bor. Mana bu joydan nafas olyapti o'g'lingiz. Ko'rdingiz-a? Mana bu narsa adenoid, mana qarang, ko'ryapsizmi? Shilliq suyuqlikda. Mana shu narsa shu joyda mana shu quloqqa o'tadigan yo'l bor. Shu yo'lda to'sib qo'ygan hisobi mana shu narsalar quloqda hozir. Endi oldin asorat bermagan bo'lishi mumkin. Endi mana asorat berishni boshladi. Yoki qanaqadir virusli kasallik o'tkazdi yoki allergiya kuchaydi, umuman shamollash o'tkazdi. Shuni hisobiga adenoid ishdida, kattalashdida endi quloqga asorat berishni boshlayapti. Shuning uchun ko'p bolalarda endi bizni klinikada 2 yoshdan boshlab adenoid olib tashlaymiz. Nimaga? Quloq teshilib qolmasin, eshitish pastlab qolmasin, anginasi surunkaliga o'tib qolmasin, tish qatorlari buzilmasin, jag' tizimi o'zgarmasin, kirkisi o'zgarmasin, jismoniy aqliy rivojlanishdan tengqurlarni orqada qolmasin degan maqsadlar bo'ladi. Bu adenoidni olib qo'yganimizda kislorodga to'yinadi, qolgan asoratlar kamayadi, ba'zi asoratlar qaytib bo'lmaydi, xudo xolasa. Shularning hisobiga bolada yaxshi holat kuzatiladi. Shuning uchun bu adenoidni olish kerak endi.